soat 9 bo'ldi. Ko'rgazmani atrofida, har bitta programma atrofida odamlar yig'ilyapti. Biz endi mana hozir keldik. Hattoki chet eldan kelgan turistlar ham sekin qiziqish bildirib, Xitoyliklar, Yevropadagi odamlar sekin ko'rishyapti. Biz ham sekin o'shanga odam tashiymiz. Qani qaysi qo'rani oldida odam ko'pligini ko'rsak, shundan bilsak bo'ladi. Qaysi qo'ylarga ko'proq qiziqish xalqda tug'ilayotganini. Qani ketdik.